ko'p bemorlarimiz, ya'ni asosan ayollarimiz yuzdagi estetik yetishmovchiliklar bilan shikoyat qilib kelishmoqda. Bu yana nima? Lunj sohalarini osilishi, dahan osti sohalaridagi osilishlar, u yerdagi yog'li bo'rtmalarni bo'lishi, ikkilamchi dahan bo'lishi kabi holatlar bilan murojaat qilib kelishmoqda. Bu kabi estetik yetishmovchiliklarni bartaraf qilishda biz eng zamonaviy uslublardan foydalanamiz. Ya'ni bu nima? Yuzni mushak aponevroz qatlamini yuz aylana tortish operatsiyalarini amalga oshiramiz. Zamonaviy asbob uskunalardan to'liq foydalanamiz. Ya'ni mana ko'rib turgan bo'lsak, umumiy og'riqlantirish uchun ventilятsion apparati, narkozniy apparati, teri osti yog' qatlamlarini so'rishga qaratilgan liposaksiya apparatlarimiz, undan tashqari zamonaviy monitorlar, kuzatuv apparatlari barcha qulayliklarga ega. Bemorlarimizning shikoyati bu vторой подбородок, ya'ni ikkilamchi dahan osti sohasi baqbaqa deydi xalq tilida, buni osilib turishi. Bu kabi operatsiyani ham kichik razrezlar bilan, dahan osti sohasidagi kichik kesimlar bilan u yerdagi yog' qatlamlarini so'rib tashlash va markaziy platizmoplastika, ya'ni shu yerdagi mushak qatlamlarini tikishga qaratilgan amaliyotni amalga oshiramiz.